Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Birodarlaringizga Allohning nurlari, barakalari bo'lsin inshaalloh. Mana qishga ham kirib keldik. Italiyadan o'tdik Avstriyaga. Avstriyadan mana Germaniyaga o'tdik. Ahvol mana shunaqa. Yevropa shunaqangi bir tabiatga boy bo'lgan mamlakatlar. Palasa bo'lib ob-havolar o'zgarib turadi. Hozir Germaniyaga kirdik. Mana ahvol. Ertalabki tong soat 7. Mana shunaqangi darajada qirov bo'lib, sovuq bo'lib turibdi. -1. Lekin 100 kilometr yurar-yurmas yana havolar ochilib ketadi. Mana shunaqa. Bu Yevropaning tabiatini shunaqangi boygi kuzdan kelib bahorga kirasiz, bahordan qishga kirib ketasiz. Shunaqa. Italiya shunaqa issiq edi. 9-10 kechqurunlari issiq bo'lib turadi. Avstriyaga o'tdik, mana shunaqa havo bo'lib turdi Avstriyada. Mana birpasdan keyin yana ochilib yomg'ir yog'ib turdi. Endi mana Germaniyaga o'tdik. Germaniya mana shunaqa. Endi albatta Germaniya sovuq bo'ladi. O'sha sovuq bo'lganda xuddi shunaqa havo bo'lib turadi. Tuman, shunaqa qirov. Mana shunaqangi bo'lib turadi. Ba'zi joylari albatta issiq bo'ladi. Hozir biz balandlikka qarab ko'tarilib ketyapmiz. Ahvol mana shunaqa. Qalin tuman, qirov, sovuq. Bir so'z bilan aytganda qish, azizlar. Jonlar sog' umrlar uzun bo'lsin, barchaga yaxshi kayfiyat. Allohning nurlari va barakalari yog'ilsin. Xudo xolasa chiroyli. Endi chiroyli manzaralar mana shularda, qishchi manzaralar. Yozda bo'lganda endi juda ham bir go'zal bo'lardi tabiat. Endi qishda ham o'ziga yarasha shunaqa bir go'zal tabiatli joylar bo'lsa, albatta sizlar bilan videolar orqali ilinib ko'rsatib boramiz. Jonlar sog', umrlar uzun bo'lsin, barchaga yaxshi kayfiyat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.